Hurmatli azizlar, va nihoyat mana sizlarga aytib o'tganimdek, o'sha nega seni sevib qoldim men nomli yangi qo'shig'imizni klip syomkalari o'z nihoyasiga yetmoqda. Aynan bugun oxirgi finalniy syomkalarini o'tkazyapmiz. Ijodiy jamoa bilan birgalikda barcha jamoa a'zolariga, Jasurbekka, aktyorlarimizdan Jasurbek o'zimizning ukamiz, qolaversa Otabek akamiz o'zimiz qadrdonimiz, Abrorbek do'stimizga, qolaversa Javohirga, Guli aktrisamizga, operatorlarimizdan Ahrorbek, Jasurbek akalarimizga, hammalariga rahmat. Azizlar, mehnatimizni jicha qadrlasanglar, shu videoga like bosib, kommentariyani yondirib qo'yasizlar degan umiddamiz. Barchalarni yaxshi ko'raman. Tez orada kutinglar, klip o'ta darajada bomba bo'ladi azizlar. Hozir ayni daqiqalarda biz mana shu klip syomkalarini davom etamiz. Azizlar, ayni sahnalarini syomkaga kadrlari olinyapti azizlar. Men issiq juda ham dahshat. O'zimdan qo'yib qo'yapman.